Canım dada, ilgari sizden hiç ayrılıp bakmagan edim. Sizni şunchalik sevindimki, sizsiz ötken bu 3-4 yıl bana xuddi 30-40 yıldek bilindi. Sizlarni tilimden hiç qachon tushirib bakmadım. Ba'zan yegan tamoqni dilimda turib qoladi. Apam aytgan tamoqni shunchalik sevindimki, bu yerga hech ko'nalmadim. So'rganlarga ko'ndim deyman. Hayotdagi eng cho'ng yolg'onim shu zodi. Atigini o'rnimdan turganda o'zimni tehicha uyimiznikidek his qilaman. Heliqi tonish hidni, apamning hidini olaman. Jinim dada, shu topda meni sig'inmadingmi deysiz haqiqatan. Men qandaqsiga sizni sig'inmay, qandaqsiga sig'inmay jon dada. O'zim bilan qolgan har an ko'zlarimdan siz aqsiz dada. Nimishqa men dadamni sig'inaman? Nimishqa mening dadam yonimda emas? Nimishqa? Sizmi meni sig'inayotgansiz haqiqatan? Dada, ko'rmayapamsiz. Osmon qorong'u, kun tutuq, usti beshim hun. Kecha bo'lganda boshqa bolalarning dadasi keladi. Bir mening dadam kelmaydi. Bu qitim bo'lsimi o'tinay bu qitim bo'lsimi tushimda emas, o'g'limda keling dada. Rastilla qiyin ekan dada. Kichikkina turib qo'ldan tutadigan bir qo'l yo'q yashash. Shunda qiyinki dada, hayotni qo'g'lash, o'qish, ishlash. Texmi qiyin bo'lg'ini saxta bo'lsimi kulib yurishgan. Har kuni, har vaqt Allohga duo qilaman. Allohdan umidimni uzmadim. Har vaqt duolarimda siz jon dada. Jinim dada, mendan rozi bo'linglar. Sizlarning ko'z oldimdan ketmagan shu simoyinglarni hasrat bilan chin quchoqlayman. Aramizda necha ming kilometrlik masofa bo'lsa-mu, bilamanki, doim yonimdasizlar. Alloh bizni tezroq jam qilsin va bir-birimizdan hech ayirmasin. Amin.